Fransiya mutafakkiri, mashhur yozuvchi Roman Rollan 22 yoshida necha 10 betlik uzun bir parcha xatni topshirib oladi. Xat yozgan kishi nomi jahonga mashhur, yashi 60 dan oshgan Lev Tolstoy edi. Xatda Tolstoy Roman Rollan so'ragan savollarga javob bergan edi. Yana uni adabiy ijodiyat bilan shug'ullanishga qizg'in ilhomlantirgan edi. Ham uningga insoniyat uchun adabiyot san'at bilan shug'ullanmay bo'lmaydi. Yolg'on aytmaslik, haqiqatdan qo'rqmaslik kerak deb ko'rsatgan edi. Roman Rollanga bu xat bepoyon olamga ichilgan bir eshik bo'lib tuyuldi. Uni bir xil turmush ilhomiga erishtirdi. Shuning bilan u adabiyot bilan shug'ullanishga bel bog'ladi. Keyingi kunlarda nurg'un asar yozib, sharaf bilan 1915-yillik Nobel adabiyot mukofotiga erishdi. Roman Rollanning keyingi vaqtda mashhur yozuvchi bo'lib qolishida uningdagi talant va tirishchanlikdan boshqa zamonasining ulug' yozuvchisi Tolstoyning ilhomlantirishdan iborat ta'layning roli bo'lmagan deb kim aytoladi? Turmushingizda sizga samimiylik bilan g'amxo'rlik qiladigan, sizga madad beradigan, sizni aslab turadigan kishilaringizning bo'lishi sizning hayotingizdagi ajoyib bir ta'lay. Siz ulardan tamasiz taqdim qilishni, dog'siz yaxshi ko'rishni o'rganishni unutib qolmang. Turmushingizdagi bundoq go'zal imkoniyatning hamma odamga nisb bo'lavermaydiganligini his qila olmasligingiz mumkin. Shunga hayotingizga qo'ngan bu anqolarni uchirib o'tishdan avval hayotingizdagi kishilarga minnatdorlik nazari bilan sapsilang. Navoda turmushingizda qalbingiz istagan kishilarning birini uchirtolmagan bo'lsangiz yoki atrofingizdagi ko'zlarning sizga faqat so'g'uq nazarda qarab turganligini bayqagan bo'lsangiz, bu sizning hayotingizdagi bir turlik taqdir. Siz ulardan amaliyotda bu hayotda hech kimga ko'ngil bo'lish qarzining yo'qligini, har kimning hayotining uning o'ziga tava ekanligini o'rganishni unutib qolmang. Turmushingizdagi bundoq boturlik fursatining hamma odamga nisb bo'lavermaydiganligini his qila olsangiz, hayotning sinoqlariga shuncha baldur, shuncha yengil holda yuzlanib, o'z qimmatingizni yaratavergan bo'lardingiz. Shundoq, biz aqlimizni bilgandan keyin shuni bayqaymiz. Ba'zilarimiz shuncha ta'laylik, ba'zilarimiz shuncha betalay. Lekin bu hayot bizga o'xshash bergan fursatlari va imkonlari badaliga hisob oladi. Shunga ta'laydan aqlimizni yo'qotishdan, betalaylikdan ishonchimizni yo'qotishdan saqlanmoq kerak. Asarning beshida kelib bo'lingan Roman Rollan kishilik hayot haqida shundoq bir so'z qilgan. Bu jumlani har birimizning chunqur o'ylanishiga arziydi deb qarayman. Dunyoda faqat bir turlikla haqiqiy qahramonlik bor. U bo'lsa-mu, turmushning haqiqiy tarafini bilgandan keyinmi, uni davomli qizg'in so'yishdan voz kechmaslikdir. Hayotni davomli qizg'in so'yish hayotimizdagi eng oqilona tanlash, o'zimizga bergan eng to'g'ri javobimiz.